Assalomu alaykum. Qadrli quyoshbozlar, akalarim, ukalarim, salomatmisizlar? Quyon boqishga mehri tushib bir qiziqqan akalarimiz, ukalarimiz diqqatiga bugun sizlar uchun juda ham qiziqarli ma'lumotlar va yangiliklar haqida siz azizlar bilan birgalikda baham ko'raman. Savollar juda ko'p. Aka, quyon boqib daromad qilsa bo'ladimi? Bu qaysidir bir kinoni sizga eslatayotgandir balkim, lekin aniq haqiqat, quyon boqib, nasldor quyonlarni boqib, oilangizga, ro'zg'oringizga yaxshigina daromad qilsangiz bo'ladi. Bu haqida siz azizlarga qismlarga bo'lingan alohida kimnechta videolar qilib ko'rsataman. Quyonchilikdan qanday qilib foyda qilsa bo'ladi, qanday daromad qilsa bo'ladi, kamida daromad qilmadim deganda o'z ro'zg'oringizni go'sht mahsuloti bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz haqida siz azizlarga podrobniy ma'lumot berib ketamiz. Quyonchilikda yana bitta narsa, plyusi bo'lgani bilan minuslari ham bor. Quyonlarni misol uchun kasallikka chalinishi, onasidan ajratganda ma'lum bir miqdor o'lib ketishi yoki quyon tug'ishdan oldin o'lib qolishi. Bu holatlar ham juda ham ko'p ko'zga tashlanadi. Bular haqida plyus va minus hammasidan maksimal ma'lumot berib, shunaqangi holatdan daromadga chiqishgacha siz aziz qadrdonlarga ma'lumotlarni berib ketamiz. Har bitta videolarni ko'rib qolingizlar, ishonchingiz komil bo'laversin, manfaatli bo'ladi. Qadrdonlarim, salomat bo'lasizlar.